Zangio'ta tumani Yoshlelinchda 1.7 sotuvli yer maydoniga qurilgan yangi uyni bugun sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Video davomida men narxni ham aytaman. Katta betonka yo'ldan bor yo'g'i 300 metr kirilar ekan. Uyga kirganimizda mana shunaqa hovlisi, bitta mashina qo'ysak bemalol bo'ladi va asosiy binoyimizni tagida yer to'lasi ham bor. Bu yer to'ladan ham foydalansanglar bo'ladi. Isitish tizimlari ham mana shu yerda joylashtirilgan ekan. Endi binoni ichiga kirganimizda o'ng tarafdagi birinchi xonani ko'rishni boshlaymiz. Bu kattagina keng mehmonxona, ajoyib ta'mirlardan chiqarib qo'yilgan. Bu mehmonxonadan chiqqanimizdan keyin buni yonginasida umumiy yuvinishxona, hojatxonalari bo'lsa va keng yo'lak orqali yana qolgan xonalarni ko'rsak bo'ladi. Bu yerda ayollarimiz uchun mo'ljallangan shinamgina oshxonasini ko'ramiz va oshxonamizning ro'parasida navbatdagi ikkinchi xona. Buni endi bolalar uchun yotoqxona qilsak bo'lar ekan. Zamonaviy stilda ta'mirlardan chiqarilgan. Navbatdagi 3-xonani ko'rishingiz mumkin. Bu ham juda kattagina, keng, yorqin qilingan ekan. Va oxirgi bu yoqda 4-xonamiz ota-onalar uchun mo'ljallangan bu yotoqxona bo'ladi. Bu yotoqxonamizning ichida o'zini garderobi plus sanuzli bor. Uyimizning orqa tarafida ham havo aylanishga joy qoldirilgan. Narxi 99 ming so'ralyapti. Pastda nomerlar aloqaga chiqaverasizlar.